Distributsiyadagi eng katta xato bu qarzga ishlash. Hop, distributsiyada qarzga ishlash juda ham eng katta mudhish xato bo'lsa, agar uni yechimi bormi degan savol естественно vujudga keladi. Da buni yechimi bor, yechimlari ko'p, yechimlari unaqa juda ham qiyin yoki bir nedostupniy emas, juda ham oson, kerak bo'lsa bemalol hal qilsa bo'ladigan yechimlari bor. Shu yechimlarni asta-sekin razbor qilib boramiz biz keyingi videolarimizda. Shuning uchun mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi stranitsalarimga, ya'ni sahifalarimga obuna bo'ling va buni sekin-sekin javobini birma-bir tahlil qilib boramiz va javobiga ega bo'lib borasiz. Undan tashqari, mana shu videoni opsaniyasida Telegram kanalimiz bor. Alohida mana shu distributsiyaga, faqat distributsiya mavzusiga bag'ishlangan. O'shani ham ssilkasini qoldiraman. Lozim topsanglar kirib, podpiska bosinglar. U yerda ham juda ham qiziq ma'lumotlar ko'p, qiziq ma'lumotlar har doim sistematik berib boriladi.